Salaydın. Sen aynı vaqtda o'quvchi balaga galida taqtib, ulan patqaq tiqding. Hatto ulvag'alam bor. Bu qitim 800 ming ko'y saxta pul sababidan balkim 7-8 yil yetib ketishi mumkin. Lekin sening qilganlaring oldida bu hech nima emas. Yetib chiqib odam bo'lib qolasiz. Yasin, sen saq chiqqanda qanday chiqding? Men bir o'ylab baqay, ha? Başta sen 500 ming ko'paytib, bu pulning saxtligini bayqaganda dal Salaydin kep qoldi. Sen Salaydinga 500 ming saxt pulni berib, qarz hujjatingni elib olding. 500 ming saxt pul jamiyatga chiqib ketgandan keyin sen bu pulning hammani sana ishtirib berdiganligini his qilib, jiddiy oltin bilezik setib olding. Va bu bileziklarni ko'paytib, kesak oltinga aylantirding. Andın bu altınlarni olimzaga setib 10 millionga erishding. Dal shu chaqda sen 500 ming naqd pulni bankidan chiqarib, buning talon elib olding. Andın sen yuqur so'mliq pul chiqim qilding. Mashina olding, zonton tafang ochding degandek. Arqadan Salaydin sana yana telefon qildi. Bu chaqda sen Salaydinni poplaydigan fursatning kelganligini bayqading. Shuning bilan kasangdan 300 ming saxta pul ko'paytding. Bu pulni Salaydinga olib berishdan burun bankadan 300 ming naqd pul chiqarib, talon chiqarib olding. Shuning bilan Salaydinga saxta pulni beribla saqchiga ma'lum qilding. Sen mo saqchining o'zingni chaqirtirganligini bilasan. Lekin sen isbotlarni to'liqlab bo'lding. Salaydinga bergan 800 ming saxta pulni bankidan chiqargan 800 ming naqd pul bilan yuyib bo'lding. Salaydin saxta pulni Yasin bergan desa, sen bankidan olgan naqd pulning isboti bilan o'zingni aqlding. Yani sen Salaydindan burun ağın qarz pulning arasından nomer o'xshash saxta pul chiqqan degan bu yalg'on gaping bilan saqchini o'zingning saxta pul bermaganiga texim ishontiribding. Hey Yasin, sening kallang andaq mandaq emas, olmusdak ishlarga. Men sana rasmiy qoyil bo'ldim.